Ya menga qarang, 1 minut. Sizga sotmayman dedim-ku, ketavering, Hozir menga qarang, shuncha joyga keldim-da. Nima unaqa qimmat esib tushyapsiz? Sotmayman dedim-ku. Siz bunaqa pasport tashamang-da. Hop, bo'ldi. Eshikni qo'yib turing. Bo'lsa men tashqariga chiqib gaplashaylik. Kiravering, gaplashamiz. Yo, mashinaga gaplashaman. Hop, bersangiz mashina olaman ketaman. Necha pul? 900 ming bo'ladi? 850 ham qilib bermaysizmi? 97 da batareykasi. Nima uchun endi? Nima eshikni yopib qo'yapsiz? Shuncha mana so'dalashyapmiz. Pasport tashayapsiz. Pastga urmayapman. Pastga urmayapman. 95 bo'lyapti batareykasi. Mayli. Voy. Avring 900 ga normallab ketyapti. Lekin sal qimmatroq-da, berib turing. Sal qimmat aytib. Hop, yaqindan olgan bo'lsangiz ham-da. 900 ga baraganmi? Lekin unaqasi bo'lmaganda, hali eshikni yopib qo'yib, qochib ketib. Sotmaymiz dedim. Sizdan bittadan tushirasiz. Hop, bu tashqariga chiqib gaplashasizlarmi unda? Shu yerda gaplashamiz. Voy, ana aytadi, bitta maqol bor-ku, kuchuk inada anaqa qiladi, yo. Bo'ldi, shu yerda baraka qo'ying. Bo'ldi, 900 ga baraka. Shuna kirib, mana korobkasini olib chiqib bersanglar, tekshirib oldim hozir. 900 dollar men tekshirib olib, mana traffikka beraman, pullarni sanab beraman. Rozimisizlar? Bo'ldi, olib chiqib bering korobkasini. Xudo xohlasa kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib kelamiz, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hop, bizda nasiya savdo ham bor.